23 taqsim 100. Hop. 2 butun mingdan 463 yoki 33,7. Aytyaptiki mana qoida mahraji birdan keyin 0 bilan tugaydigan kasrlarni qisqa ko'rinishda yozishga kelishib olingan deyapti. Qanday yozamiz? Butunni yozasiz. Buni butuni yo'q degan 0 butun. Tushunarlimi? Butuni yo'q degan 0 butun. Butundan keyin vergulni qo'yasiz-da, suratni yozib qo'yasiz. Shunaqa yozish qisqa ko'rinishda yozishni aytiladi. Demak, buni mahrajda nima bor? 100 bor. O'qilishi 100dan 2. 0 butun 100dan 2 bo'ladi. Bu butunni yozasiz, butun 2. Vergulni qo'yasiz-da, suratni yozib qo'yasiz. Tushunarlimi? 2 butun mingdan 460 bo'ladi. Bunda ham butunni yozasiz, vergulni qo'yasiz, suratni yozib qo'yasiz. Shunaqa yozish kelishib olingan. Endi bu yerda yana bitta qoida bor. O'sha qisqa ko'rinishda yozib olish uchun verguldan keyin raqamlar soni, verguldan keyin suratdagi raqamlar soni bilan mahrajdagi nollar soni bir xil bo'lishi kerak. Keyin qisqa ko'rinishda yozib olish mumkin. Demak, mana suratdagi raqamlar soni nechta? Shu nollar soni shu bilan bir xil bo'lsa, keyin yozib olish mumkin qisqa ko'rinishda. Mana kam bo'lib qolishi mumkin tepadagi sonlar, raqamlar. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun 36 butun hop 22. Agar siz buni mahraj nollar soni to'rtta ekan deb o'zini yozib beradigan bo'lsangiz, verguldan xato bo'ladi. Bunga tengmas. Tenglashtirib olish kerak. Qanaqa tenglashtirib olinadi? Suratdagi, demak, ikkita raqam bor, pastda 4 ta 0 bor. Shu nollar soni bilan tepadagi raqamlar soni bir xil bo'lishi uchun shu chap yoniga kerakli miqdorda nollar yozib olish kerak. Nechta nol yozib olamiz? 2 ta yozib olsak, mana pastdagi nollar soni bilan tepadagi raqamlar soni bir xil bo'ladi. To'g'rimi? Bir xil bo'ldi mana. Endi bemalol 36 butun pastga yozaveray. 10 mingdan 22 bu degani 36 butun 22 ga yozib berishingiz mumkin. Demak, qachon qisqa ko'rinish yozib olish mumkin ekan? O'sha nollar soni bilan raqamlar soni bir xil bo'lsa. Bir xil bo'lmasa, bir xillashtirish kerak. O'sha suratdagi ko'proq kam bo'ladi. Ya'ni doimo suratdagi son, raqamlar soni kam bo'ladi bunga nisbatan. Shuni tenglashtirib olish uchun chap yoniga nollar qo'yiladi. Kerakli miqdorda bitta qo'ying, 3 ta qo'ying, 2 ta qo'ying, 4 ta qo'ying, bu sizning ixtiyoringiz. Nima bo'lsin, teng bo'lsin nollar soni bilan. Keyin uni qisqa ko'rinishda yozib olish mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? 36 butun 10 mingdan 22. Tushunarlimi? Keyin yana qaytarib olib kelaman desiz, yana kasr qilib olaman desiz, demak, yozing 36 butun. Xo'p, surat keyin 0022 emas, 22 ni yozaverasiz. Endi qoida, xo'p, birdan keyin qancha nol bor desa, verguldan keyin qancha raqam bo'lsa, shuncha nol bo'ladi endi. Tushunarlimi? Verguldan keyin qancha raqam bor? Birdan keyin shuncha nol bor deb yana qayta yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Xohlagan o'sha vergulli kasrlarni shuni orqaga qaytishingiz mumkin, xuddi shu orqali. Butun yozasiz, kasr chizig'i chizasiz, suratga yozasiz verguldan keyin raqam sonni va mahrajga birdan keyin qancha raqam bo'lsa, shuncha nol yozasiz birdan keyin. Shu orqali yana qayta olib kelib olishingiz mumkin. Va yana shunaqa qilib yana qisqa ko'rinish yozib olish ham mumkin. 25 butun verguldan keyin qancha? Shuni endi orqaga qaytmoqchisiz. Ba'zan kasr qilib olish kerak-da. Misollarda ba'zan shunaqa qisqa ko'rinish yozib olish kerak. Endi biz kasr qilmoqchimiz. Butunni yozasiz, undan keyin kasr chizig'i chizib turib, suratga o'sha verguldan keyingi sonni yozasiz. 6234. Mahrajga birdan keyin qancha nol bor desa, o'sha verguldan keyin qancha raqam bo'lsa, shuncha nol bo'lishi kerak. Qoida bu. Verguldan keyin qancha raqam bo'lsa, shuncha nol bo'lishi kerak. O'shanga qarab turib og'zaki topib olishingiz mumkin. 4 ta nolli, birdan keyin 4 ta nolli son necha bo'ladi? 10 ming bo'ladi deb og'zaki topib olishingiz mumkin. Chunki ba'zi sonlarni mahrajini yozmasdan turib o'qib olishimiz kerak. 25 butun nechidan 6234? 100 danmi, 10 danmi, 1000 danmi, 10 mingdanmi degan savolga, demak, birdan keyin 4 ta nolli son ekan. Demak, 10 mingdan ekan deb o'qishingiz kerak. Yozmasdan turib. Tushunarlimi? Bu 10 ming. Mana 4 ta raqam bo'lsa, 4 ta nol yozishingiz kerak birdan keyin. 10 ming deganimi? Shuni yozmasdan turib 10 mingligini endi ko'ra olishingiz kerak. 25 butun 10 mingdan 6234. Mana 25 butun 10 mingdan 6234. Yana 3 butun. Hop, kim o'qiy oladi mana shuni? 100 dan emas. 1000 dan. Nimaga? Verguldan 3 raqam bor, verguldan keyin. Demak, buni mahrajda birdan keyin 3 nol bor-da. Birdan keyin 3 nolli son 100 emas-da, u 1000. Demak, 3 butun 1000 dan 33. Yana
Muhammad Mirzo 28 butun 10 mingdan 340. noto'g'ri. 100 mingdan 100 ming. 4 ta nolli basdan 5 ta nolli birdan keyin. Deb 5 ta raqam bor virguldan keyin. Deb buni mahrajda birdan keyin 5 ta nol bor degani. Birdan keyin 5 ta nolli haqiqatda nima? 100 ming degani. 28 butun 100 mingdan 340. Ko'ryapsizmi? Mana yozmasdan turib mahraji nechiligini bilib turib, bundan ekan, bundan 100 dan, 10 dan, 1000 dan deb olish kerak. O'qishimiz muhimda. Tushunarli ya'ni 12 qanaqaligi, mahrajda nima borligi, faqat mahrajda birdan keyin nolli bo'lsa qisqa ko'rinish yozib olish mumkin xolos. Boshqacha bo'lsa unaqa yozilmaydi. Misol 4 bo'lsa, 9 bo'lsa, 8 bo'lsa mumkin emas. Keltirib olish kerak. Birdan keyin nolli qilib mahrajini, keyin qisqa ko'rinishda yozib olish mumkin. Va yana orqaga qaytib olish ham mumkin, kasr qilib olish. Ba'zan kasr qilib olish kerak, ba'zan o'sha qisqa ko'rinishda vergulli qilib yozib olish kerak. Demak, vergullilar o'nli kasrlar demas qoidasiga o'nli kasrlarni qo'shib berish uchun xonasi mos kelishi kerak, vergulli tayma-tay tushishi kerak. Shundagina qo'shib beraverasiz. Qo'shib berish qoidasi juda qiyin emas. Xonasiga mos keltirasiz, ya'ni vergulli tayma-tay vergulli tushadi. Shundagina bemalol qo'shib berish mumkin. Mana misol uchun 256 butun 10 dan 2 dan ayiramiz. 2 butun 436 ni ayiramiz. Yoki ayirishni qo'shishni bir xil qoidasi. Demak, ayirish qo'shishda tayma-tay ayriladi, xonasiga mos keladigan qilib yozib olinadi. 256 butun 10 dan 2 dan ayiramiz. 2 butun 436. Ya'ni bunda ayirishda ham, qo'shishda ham vergul tayma-tay tushishi kerak. Buni vergulni birinchi yozib oling. O'ng tomondagi birinchisini, ikkinchisini, uchinchisini tartib bilan yozaverasiz. Chap tomondagi birinchisi nima? 2 mi? Shuni ham birinchisiga mos keladigan qilib yozib olasiz. Mana xonasiga mos keladi. Vergul tayma-tay tushadi. O'ng tomondagi birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi mos kelaveradi. Keyin o'nli kasrlar, yana bir qoida bor. O'nli kasrlar, misol 36 butun 24, 124. O'nli kasrlarning oxiriga siz xonangizni nol yozib olish ham mumkin. Nollar bo'lsa tashlab olish ham mumkin. Shu qoida ham bor. Mana o'nli kasrlarni, vergulli sonlarning oxiriga siz xohlagancha nollarni yozib olish ham mumkin yoki tashlab olish ham mumkin. Mana nollarni yozib olsak zarari yo'q. Tashlab olsa ham teng bo'laveradi. 3 talik bo'lsa 36 butun 24 dan 2 talik bo'lsa, bular teng bo'laveradi. Tashlab olsa ham tenglik o'zgarmaydi, qiymati o'zgarmaydi. Xo'p, nimaga desa, mana shuni kasr qilib yozib olganingiz ko'rinadi. 36 butun o'sha 2400 deb yozasiz. Birdan keyin qancha nol bo'lishi kerak? 1, 2, 3, 4 ta nol bo'lishi kerak qilib yozib olsangiz, tengligi yozib olish mumkinligini ko'rasiz. Endi mana shu holatda kasrni qisqartirish mumkin. 100 ga qisqartirsangiz qaytib keladi, u maytda qaytib keladi. 100 ga qisqartirsak 36 butun tepada 24 qoldi, 100 ga bo'lsam. 100 ga bo'lsam nima qoldi? 100 qoldi. Bu degani 100 dan 24 36 butun 100 dan 24. Avvalgi holatda mana shu edi, to'g'rimi? Demak, mana shu qoida ham bor. O'nli kasrlarning oxiriga xohlagancha nol yozib olish mumkin, oxirida nollarni tashlab olish ham mumkin. Faqat o'nli kasrlar, verguli borlardi. Verguli yo'qladi ham nollarni tashlab olamaydi. Misol 3000 bo'lsa, tashlab olsa 3 bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? Verguli borlardi oxirida nollarni tashlab olish mumkin va yozib olish ham mumkin. Mana bu ham yozib olish mumkin nollarni. Buni oxirgi xonalaridagi raqamlar nollarda bular. Demak, qo'shib berishda nollar yozib tenglashtirib olsangiz, mana qo'shib beraverasiz. Demak, qo'shib berishning asosiy qoidasi vergul tayma-tay tushishi kerak. Birinchi xonasiga birinchi xonasi, o'ng tomondan birinchisi, ikkinchisi mos kelishi kerak. Shu holatda yozib olganingizdan keyin vergulga qaramasdan bemalol qo'shib beraverasiz. Qaramang vergulga, oddiy son qanday aytsangiz, xuddi shunday aytib ketaverasiz. Javobiga ham vergul tayma-tay tushishi kerak. Tushunarlimi? Ayirishni boshladik mana. Hop, yetmay qolsa bir qaz olasiz. Olgan qazingiz bunga o'tib olmaydi, bunga o'tadi. To'g'rimi? Oddiy sonni ayryapmiz. Birda oldik, 1 qoldi, olgan birimiz bunga 10 bo'lib o'tdi. Ondan 1 da oldik, 9 qoldi, olgan birimiz bunga o'tdi 10 bo'lib. Ondan 6 ni ayirsak nima bo'ladi? 4 bo'ladi. 9 qoladi. 9 dan 3 ni ayirsak 6 bo'ladi. 1 qoladi, yetmay qolsa bundan bir qaz olamiz. Qaramay vergulga. Yo'q deb hisoblayvering hozir endi. 1 olsak 5 qoldi, olgan birimiz baqa 10 bo'lib, 1 bilan 11 bo'ldi. 4 ayirsak 7 bo'ldi. 5 qoldi, 5 dan 2 ni ayirsak 3. Endi 5 dan 0 metda, 5 dan 0 ayirsak 5. Demak 2. Javobda ham vergul tayma-tay tushishi kerak. Ayirayotgan paytingizda, qo'shayotgan paytingizda qaramaysiz verguliga. Shuni verguli yo'qdaqa qo'shib ayirib ketaverasiz. Oxirida javobga ham vergul tayma-tay tushishi kerak. Vertikal chiziq tortsa, bir chiziqda yotishi kerak. Mana shu hammasi vergul. Hamma vergul. Demak, bundan buni ayirganimizda 253 butun mingdan 764.
To'g'rimi? 253 butun mindan 764. Shunaqa. Ya'ni endi qo'shamiz. Xo'p, 3 butun shu 24. Qo'shishda ham vergul tayinlatdan tushishi muhim. Tushunarlimi? Demak, tepaga 3 butun nechidan? Mindanmi, nechidan? 10 mingdan, 10 mingdan 5445. Ya qo'shamiz 279. Buni vergulini birinchi yozib oling. O'ng tomondagi xonalarni tayinlatdan tushiring. Chap tomondagi xonalarini ham 9, 7, 2 tushirib olsangiz, hammasi to'g'ri tushgan bo'ladi. To'g'rimi? Endi bemalol qo'shaverasiz. Xo'p, oxiriga nollar yozib olishingiz mumkin. Qo'shyapmiz. Qaramasdan verguliga 5 ga 0, 5, 4, 8, 7, 12, to'g'rimi? Bir dilda 8 va 2. Verguli bundan ham tayinlatdan tushadi. Demak, 10lik aslini qo'shib ayirib qo'shishi bizda shunday bo'ladi. Qiyin emasmi? 48 ga ko'paytiramiz. 4 butun mindan 4 ko'paytiramiz. 4 butun mindan 4 ko'paytiramiz. Demak, ko'paytirishlarda verguli qayerda joylashishi muhim emas. Ko'paytirishda tayinlatdan yozasiz, to'g'ri ko'paytirib bo'ladi. Verguli qayerda joylashishi muhim emas. Mana 36 butun mindan 248 yozing, ko'paytiruv 4 butun yoki 2 yozaman. 4 butun mindan 004. Ko'paytiruvda vergulga tayinlatdan tushishi muhim emas. Oxiri natijada ko'rinadi vergul qattaligidagi. 32 3 dilda 16 19 bir dilda 8 9, to'g'rimi? Hop, 36 24 2 dilda 4 kare 3 14. Endi to'g'ri bo'ladi. Demak, 4 ni ko'paytiramiz. Bularni ko'paytirsa 0 bo'lib ketganligidan 4 ga to'g'ramiz. 4 kare 8 32, 32 ning ikkisini shu 4 tayda yozasiz mana. Nimani ko'paytiramiz? Natijani shuni tayda yozishingiz kerak-da, bunda ham. 32 3 dilda, hammasi bir xil bo'ladi mana shu bilan. Mana 9 9 4 4 1 bo'ladi. Endi qo'shsak 2 9 9 6 qo'shyapmiz. Qo'shsak 13 bir dilda. Qo'shsak hop 10 11 bo'ladi, to'g'rimi? Bir dilda bor demakda. 11 5 4 1. Endi buni verguli qayerda degan savoliga javob. Ko'paytirmada umumiy hisobda verguldagi raqamlar soni qancha bo'lsa, natijasida ham xuddi shuncha bo'lishi kerak. Ko'paytirmada verguldagi raqamlar soni qancha, natijasida ham xuddi shuncha bo'lishi kerak. Umumiy hisobda bitta, ikkita, 3, 4, 5, 6 ekan jami. Natijasida ham verguldagi raqamlar soni 6 ta bo'lishi kerak ekan deb qayerga qo'yishingiz kerak? Vergulni suribaz, shuna joyga qo'yingki, verguldagi 6 ta raqam bo'lsin. Mana bunda 6 ta raqam bor verguldan keyin 145 maytdan keyin mana shu yerdan qo'yish kerak. Chetdan qo'ysak 6 raqam bo'ladi haqiqatda. Bu xona surida emas. Biz shunaqa hisoblashimiz kerakki, ko'paytirmada verguldagi raqamlar soni qancha bo'lsa, o'shancha bo'lishi kerak. Mana shu qoida. Xohlasangiz ba'dan suring, a'dan suring. Surish deganda ko'pchilik ba'dan suryapman, a'dan suryapman deb qoladi-da. Bu qoida adashtirib berishi mumkin. Nima bo'lsin qoida? Ko'paytirmada umumiy miqdorda qancha bor verguldagi raqamlar soni shuncha bo'lishi kerak. O'shancha bo'lishini qayerga qo'yish kerak vergulda? O'zingiz topib oling. A'dan sanab topasiz, ba'dan farqi yo'q. Tushunarlimi? Nima mana bu yerga qo'ydi vergulda? Haqiqatda 1 2 3 4 5 6 bo'ldi. To'g'rimi? Yana 0 butun mingdan 3 ko'paytiramiz. 0 butun hop 100 dan 24 ko'paytiramiz. Ko'paytirib boshlaymiz. 4 kare 3 12. Bir dilda, to'g'rimi? Qolgani yozaverasiz. 0 bo'lib ketdi. Qolgani 0 yozish shart emas. 2 kare 3 nima? 6 bo'ldi. Qolgani 0 bo'lib ketdi, yozish shart emas. Qo'shsa necha bo'ladi? 2 7. Ko'paytirmada verguldagi raqamlar soni umumiy hisobda qancha edi? Bitta, ikkita, 3 4 5 dedi. Bunda agar mekka qo'ysa vergulda 2 ta bo'lib qoladi, 5 ta bo'lmaydi. 5 ta bo'lishi kerakmidi? 5 ta bo'lishi uchun mabodo chiqqan natijasi yetmay qolsa, chap tomonga nollarni qo'yib 5 ta qilib olish mumkin. Tushunarlimi? Mabodo natijasidagi raqamlar soni yetmay qolsa, chap tomoniga nollarni yozib, o'sha kerakli raqamlarni shakllantirib olish mumkin. Jami 6 5 ta edi, 5 ta bo'ldi. Mana qo'yasiz vergulni, buni butun yo'q degani 0 butun degani. Tushunarlimi? 0 1 butun mindan 263 ta hop bo'lamiz nechaga? 0 butun
100dan 3ga bo'lamiz. Bo'lishni ikki xil usuli bor. Bo'lishni ikki xil. Birinchi usuli buni kasr qilib olish kerak. Birinchi buni kasr qilib olish kerak. Hop, 1.263 yozasiz, pastga 0.100dan 3 yozasiz. 1.263. Qanday bo'linadi? Bu birinchi usulda. Hop, demak kasr qilganingizdan keyin, suratdagi verguldagi raqamlar soni bilan mahrajdagi verguldagi raqamlar soni bir xil bo'lsa, vergulni tashlab olish mumkin degan qoida bor. Qaytaraman, suratdagi verguldagi raqamlar soni bilan mahrajdagi verguldagi raqamlar soni bir xil bo'lsa, tashlab olish mumkin vergullarni. Bir xil bo'lmasa-chi, bir xillashtirib olish kerak. Bir xillashtirish kerak. Tepada vergullar raqamlar soni qancha bor? 3 ta bor. Pastda 2 ta bor. Buni ham oxirgi 0 ni yozib olsangiz 3 ta bo'ladimi? 3 ta qilib olib tashlab olish mumkin vergullarni. Tashlab olsak 1263 bo'ladi. Tashlab olsak 0030 emas, 30 bo'ladi. 0030 ga raqam son yo'q, to'g'rimi? Demak 0030 emas, 30 o'zi bo'ladi. Ana endi bu o'zimiz kasr, bemalol qisqartirasiz, xohlaganingizga qilaverasiz. Shu usul ko'proq ishlaydi bizda. Va kasr qilib olinadi bo'lishlarda va verguldagi raqamlar soni tenglashtirib tashlab olinadi vergullar. Teng bo'lsa tashlab olish mumkin, teng bo'lmasa tenglashtirish kerak, nollar qo'yib. Tepada kam bo'lsa tepaga nollar qo'yasiz, pastda kam bo'lsa pastga nollar qo'yasiz. Hop, demak, bu endi 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqartirsak 421 manimcha. Pastda 10 degan. Hop. Shunaqa vaziyatlar kelib qolsa, buni nechta bor demasdan suratni yozing, Pastda bir narsa nolli bo'lsa, bo'ldi. Suratni yozib turib, nechta nol bor? Bizda nol bormi? Demak, bu mana berilgan sonda verguldan keyin bitta raqam bo'lishi kerak ekan deysizda, vergulni ikkiga qo'yishingiz kerak. Nollar soni qancha bo'lsa, verguldan raqam soni shuncha bo'lishi kerak deysizda, shu tepani yozasiz, bitta nolligidan bitta bo'lishi kerak, ikkiga qo'yasiz vergulni. Yana taqsim 100. Buni tepaga bo'lib, buncha butun bor ekan demasdan, shuni yozavering. 34657 ni yozingda. Nechta nol bor? 2 ta. Demak, bu mana shu sonni verguldan keyin 2 raqam bo'lishi kerak ekanda, vergulni necha qo'yasiz? Mana butuni kelib chiqadi. 346 butun ekan. Buni bunga bo'lmasa nechta butun bor ekan demasdan, shuni yozaverasiz. Nollar soni qanchaligidan verguldagi raqamlar soni shuncha bo'lishi kerak deb vergulni necha qo'yasiz mana. 346 butun 100dan 57 degan. To'g'rimi? Yana qaytaraman siz 346 100dan 57. 346 gara 100 mana. 346 butun 100dan 57 qiling mana. Yana qaytib keladi 100% mana shu narsa. 346 gara 100 34600 bo'ladi. 57 qo'shsangiz 34657 bo'ladi. Qaytib kelaveradi. Buni tepaga bo'lib, yoniga yozib, qoldiqni yozmasdan shunaqa yozib berish bizga 10li kasrlarda qulay bo'ladi. Birdan keyin 0 ida mahraj, shuning uchun. Xo'p, demak bo'lishni birinchi usuli mana. To'g'rimi? Bo'lishni birinchi usuli mana shu. Kasr qilib olib turib, tenglashtirib vergullardagi raqamlar sonini tashlab olinadi vergullar. Keyin qisqartiraverasiz. Xohlaganingizga qilib ketaverasiz ba'ziga. Ikkinchi usul qanaqa bo'ladi? Ikkinchi usul 3-burchak usuli bor edi, xuddi shu usulda ishlanadi. 1.1263 da bo'lamiz, nimaga 0.3 ga. Bunda qanday bo'linadi desa, verguli yo'q daqa bo'laveramiz. Verguli yo'q mana. 1 emas, 1263. Buni verguli yo'q bo'lsa 0.03 emas, 3 deysiz. Verguli yo'q daqa bo'laveramiz. Hop, demak bo'lamiz. Nechta bor? 12 ni ichida 4 ta. 4 kara 3 12 ayirsak 0 degan. Endi oltini olib tushasiz, nechta bor? 2 ta bor. 2 kara 3 6 bo'ladi, to'g'rimi? 0 bo'ladi, 0 yozish shart emas. Endi 3 ta ichida nechta bor? Bitta bor. 1 kara 3 3 ayirsak 0 bo'ladi. Endi buni verguli qayerda degan savol. Xo'p, buni bunga bo'lganda mana bu chiqyapti-yu. Endi shu ikkalasini ko'paytirib mana unga teng bo'lish kerak, to'g'rimi? Misol uchun 12 ni 3 ga bo'lganingizda 4 bo'ladi-ku. To'g'rimi? Shuni bunga bo'lgan 4 chiqqandimi, shu ikkovini ko'paytirib mana bo'lish kerak. Bo'lmasa xato topilgan bo'ladi mana bu narsa. Demak, xulosa, buni bunga bo'lganda mana bu chiqyaptimi, shu ikkovini ko'paytirib shunga teng bo'lish kerak. Endi ko'paytirilayotganda verguldagi raqamlar soni jami 1 2 3 ta bo'lishi kerak shu ikkovsida. Natijasida 3 ta bor-da, to'g'rimi? 3 ta bor, ko'paytirilayotganda shu ikkovsida jami miqdorda verguldagi raqamlar soni 3 ta bo'lishi kerak. Bunda 2 ta bor ekan deysiz. Bunda bitta bo'lishi kerak ekan, vergulni ikkiga qo'yasiz.
Keyin nima bo'ladi? Ko'paytirmasda haqiqatda ko'paytirilgandan keyin haqiqatda 3 tali kelib chiqadi keyin. Qaytaraman. Buni bunga bo'lganda mana chiqsa, ko'paytirmasida umumiy hisobda bunda 3 ta borligidan 3 ta bo'lish kerak ekan deysizda, 3 ta bo'lish uchun bunda 2 ta bor ekan. Bunda bitta bo'lish kerak ekan deysizda, virgulni mekka qo'yasiz. Bitta bo'lish uchun. 2 dan keyin qo'yasiz. Demak 42 o'ndan 1 kalimani shu kelib chiqaveradi. Mana bu bilan bir xil chiqyaptimi? Bir xil chiqaveradi. Yana misol. Xo'p. Birda bo'lamiz. Mana nechi bo'lsin? 200 dan 89 ni bo'lamiz 17. Buni verguli yo'q. Shuni bunga bo'lamiz. Demak nima qilamiz? Bo'lish jarayonlarida verguli yo'q daqa bo'laveramiz. Buni bunga bo'lamiz. Xo'p. Meni ishlar bor, bitta bor. 1 kere 17 17. Ayirsak nechta? 11 bor to'ppa-to'g'ri. Endi 9 olib tushamiz. Nechta bor? 7 ta bor. 7 kere 17, 7 kere 7 49, to'g'ri dilda 7 kere 1 7, 1 bilan 11. Ayirsak 0 chiqadi, to'g'rimi? Endi buni bunga bo'lganda mana chiqyaptimi? Shu chiqqandan keyin sandalaq yozib mana shu narsani 17. Demak, shu ko'zni ko'paytirmas, shunga teng bo'lishi kerak. Endi ko'paytirmada ikkita bo'lishi kerak va virgulga raqamlar soni, to'g'rimi? Bunda yo'q ekan. Bunda ikkita bo'lishi ham bu degani. Ikkita bo'lishi virgulda qancha qo'yasiz? Mekka qo'yasiz virgulda. Mana keyin virgulga qancha raqam bor? Ikkita raqam bor. Ko'paytirmasda haqiqatda keyin jami ikkita bo'ladi. Chunki ko'paytirmas shunga teng bo'lish uchun virguldan raqamlar soni jami nechta bo'lishi kerak? Ikkita bo'lishi kerakmi? Ikkita bo'lishi kerak. Deysiz, virgulda mekka qo'yish kerak. Bunda yo'q ekan virguldan raqamlar soni. Buni butuni yo'q degani keyin nima degani? Butuni yo'q degani 0 degani. Shunaqa qilib topaverasiz. Buni bunga bo'lganingizda, bu chiqqandan keyin, demak ko'paytirmasda shunga teng bo'lish uchun virguldan raqamlar soni jami ko'sida shuncha bo'lish kerak, ikkita bo'lish kerak deysizda, bunda yo'q ekan. Bunda ikkita bo'lish kerak ekan deysizda. Ikkita bo'lishi virgulni birdan oldin qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Butuni yo'q degani 0 degani yozib ketaverasiz. Tushunarlimi? Bu ikkinchi usul. Ko'proq bizga mana usul kerak bo'ladi, lekin ikkovsi ham kerak. Ba'zan murakkab sonlarda bo'lish kerak, mana shunaqa qilib bo'lish kerak. Bunaqa qilib kasr qolganizdagi qisqartirishlar bo'ladi. Qisqartirishlar muammo, ko'rish qiyin bo'ladi. Shunaqa bo'lish afzal bo'ladi ba'zan. Ba'zan mana usul afzal. O'nli kasrlarni standart ko'rinishga yozishda o'rganishimiz kerak. Standart ko'rinishga yozishda qanaqa bo'ladi? Misol uchun 0.349. Shu sonni beradi-da, savol aytadiki, mana shu sonni standart ko'rinishda yozing deydi. Yozish uchun nima qilishimiz kerak? Hop, bu mana shu sonni orqasiga 0. Nechta 0 ekan? 4 ta 0 349. Shu sonni orqasiga ko'paytirib 1 qilib yozib olish mumkin. Ko'paytiruv 1 degani bu 1 10 ni nimasi? 0-chi degani. Tushunarlimi? 1 10 0-chi. Endi buni qoidasi virgulni 10 ga sursangiz, necha birlik sursangiz shuncha birlik kamayadi darajasi. Qoida bu. Virgulni 10 ga sursangiz, o'shancha birlik kamayadi. Chapga sursangiz, o'shancha birlik ortadi darajasi, 10 darajasi. Shunaqa qilib 10 darajasi 0 ko'paytirib yozib olganingizdan keyin virgul aqa-baqa surish mumkin. 10 ga surish ham, chapga surish ham mumkin. 10 ga surganda darajasi kamayishi kerak, chapga surganda darajasi ortishi kerak. Mana biz virgulni hozir bundan 10 ga surishimiz kerak. Mekka olib kelishimiz yoki mekka olib kelishimiz kerak virgulda. Shu surish qoidasi endi. Shu surish qoidasi ko'p ishlaydi endi. Mana shu 10 kasrlar mavzusida. Hop, demak virgulni biz 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona, 5 xona 10 ga suramiz. Surganimizdan keyin 3 butun bo'ladi. Ma'dagi 0 kerak emas. Chunki 0 3 butun nimasi? 3 butun 100 dan 49 bo'ladi. Necha xona surdik baqa biz 10 ga? 1 2 3 4 5 xona surganingizdan keyin 5 birlik kamayish kerak. Kamaytirish uchun shu darajasini 5 ta ayirib olasiz. Kamaytirish qoidasi 5 ta ayirib olasiz. 5 birlik 10 ga suryapsizmi? 5 ta ayirib olsangiz 0 - 5 necha bo'ladi? 10 ni -5-chi bo'ladi. Yana surishingiz mumkin 2 xona. 2 xona sursak 1 2 xonasi mekka keladi virgul. Kelsa oxiriga tashlab olish mumkin virgulni ham keyin, to'g'rimi? Mana 349 butun yozdingiz, virgul mekka keldi. Oxirida bo'lsa virgulda yozmaslik mumkin. 349 ko'paytirib 10 da nimasi? 10 da -7 to'ppa-to'g'ri. 2 birlik yana 10 ga surganligimizdan 2 ni ayirasiz. Kamaytirish kerak-ku 2 ni. Kamaytirish 2 ni ayirsangiz -5 - 2 -7 bo'ladi.
Demak, bu o'ngga surish bu. O'ngga sursangiz, demak, ayirib ekansiz, to'g'rimi? Nechini ayirasiz? Necha birlik sursangiz, shuni ayirib olasiz-da. 3 birlik surdingizmi, 3 ta ayirib olasiz. 2 birlik surdingizmi, 2 ni ayirib olasiz. 5 birlik surdingizmi, 5 ni nima qilib olasiz? Ayirib olasiz. Mana buni 5 birlik surdim. 3 ta oldi, 3 dan keyin yozdim. 5 ta ayirib yubordim 0 dan. Keyin mana shu holatda endi 2 birlik o'ngga tag'in surdim mana. O'ngga 2 birlik sursam, 2 ni ayirib yubordim keyin. -5 -2 necha bo'ldi? -7 bo'ldi. Hop, shunaqa bo'ldi. Yana 259 ko'paytirib 10 ni -2. -2 mana shu sonni bergan deylik. O'zim yozdim, mana shu sonni bergan. Endi vergulni chapga suramiz biz. Chapga suramiz. 0 butun Hop, o'zi vergul qayerda edi? Vergul metda edi. Chapga biz suribmiz necha xona? 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona, 5 xona surdik. 5 xona surganligimizda ochiq qolgan xonalarga nima qo'yasiz? 0 qo'yasiz. To'g'rimi? 5 xona surganingizda ochiq qolgan xonalarga 0 qo'yib olasiz. Demak, biz metda edi vergul. Mana 2 dan keyin edi. 1, 2, 3, 4, 5 xona chapga surdik. Chapga sursa 5 birlik ortish edi. Tushunarlimi? O'ngga sursa kamayish edi, chapga sursa ortish edi. Necha birlik ortadi? 5 birlik surganligimizda 5 birlik ortadi. 5 birlik ortish qoidasi darajasiga 5 qo'shib olasiz. 5 qo'shsak necha bo'ladi? -2 - 5 3 bo'ladi. To'g'rimi? 3 bo'ladi. Demak, 5 birlik chapga surganligimizda 5 qo'shyapmiz. Yana to'g'rimiz. O'zi vergul metda ekan, to'g'rimi? Yana vergulni suramiz. 39 ko'paytirib 10 ni nimasi? Sizlarga savol. Vergul metga keldi vergul. Oxiriga olib keldim vergulni. Oxiriga olib keldim vergulni. 10 ni nimasi? Ha? No'rinsi. Noto'g'ri. Yo'q, noto'g'ri. Oldiga 0 qo'yibdi. Yo'q, yo'q. Yo'q. -8-inchisi nimaga? O'ngga surilyapti. Chalg'amaydi. Chapga surganim yo'q vergulda men. 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona o'ngga suryapti. O'ngga sursangiz 4 birlik. 4 ni ayirib yuborish kerak bundan. 4 ni ayirib yuborsa necha bo'ladi? -8 bo'ladi. Chalg'amaydi. Chalg'amaydi. Buni demak o'ngga surdik bunda. Yana misol. Unda -4. Yana o'sha. 25 10 dan 5 yana onda -4. Yozyapman men. Onda nimasi? Onda ikkinchisi. Yana kimda variant? Onda uchinchisi. Ikkinchisi. Yana savol nima variant bormi? Yo'q. Hop, vergulni qayerga suryapmiz biz? O'zi vergul metda edi. Mana shu yerda edi vergul. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 xona chapga suryapmiz. To'g'rimi? 6 xona chapga sursangiz 6 birlik oshish kerak. 6 birlik oshish uchun 6 ni nima qilamiz? Qo'shamizmi 6 ni? 6 ni qo'shsa necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Surish farqini bilib oling deb 2 tushdan misol keltiryapman mana sizga. Demak, chapga sursa ortadi, o'ngga sursa kamayadi. Vergul metda edi. Metga olib keldi. Ya'ni metga olib keldi, ko'ryapsiz. O'ngga surib olib kelasizmi? Vergul metda edi. Endi surib biz nollari bor bunaqa joyda. Yozilmagan nollari bor. Surib metga olib keldi, to'g'rimi? Nechta nol bor? 4 ta metga olib keldi mana vergulni. Qana metga olib kelamiz? Chapga surib olib kelamiz o'z-o'zidan. Chapga sursa demak nima qilar ekan? Ortar ekan, o'ngga sursa kamayar ekan. Mana shu muhim. Bu nimaga muhim? Mana misol uchun sizlar bilan gaplashamiz. To'g'ri. Shuni qo'shishimiz kerak. Tushunarli, surish aqabaqa surish. Tushunarli. Shuni qo'shishimiz kerak. Agar mana shu joyda yo mani 10 ni minus uchinchisi yoki mani 10 ni minus 4-chi bo'lganda, ikkovi ko'paytirmanda, bir xil ko'paytirishib bor ekanda, xohlaganimiz tashqariga olib chiqishimiz mumkin edi. Hozir bir xil emas. Demak, bir xillashtirib olish kerak. Buni yo minus 1 qilib olish, yo buni minus 3 qilib olish kerak.
Buni minus 3 qilib olaylik. Minus 3 qilib olishimiz uchun birda qo'shishimiz kerakmi? Birda qo'shish uchun bir-birli chapga surishimiz kerak. To'g'rimi virgulni? Qo'shish uchun, orttirish uchun virgulni nima qilinadi? Chapga suriladi. Buni minus 4 qilish uchun birda ayirib olishimiz kerak. Birda ayirish uchun birga kamaytirish kerak. Kamaytirish uchun bir-birli 10 ga surish kerak buni. Keyin nima bo'ladi? Minus 4 bo'lib bir xillashadi. Yo, buni bir xillashtirish kerak yoki buni bir xillashtirish kerak hozir. Qaysi birini qilaylik? Shuni qilamiz minus 4. Bir xillashtirish uchun minus 4 qilamiz. Minus 4 qilish uchun nima qilish kerak ekan? Birda ayirish kerak ekan. Birda ayirish uchun birga kamaytirish kerak. Kamaytirish uchun bir-birli 10 ga surish kerak virgulni. To'g'rimi? Mekka olib kelamiz virgulda 32.144 bo'ldi. Ko'paytiruv 10 ni minus 4'imiz. Plus 2.123 ko'paytiruv 10 ni minus 4'imiz. Ana birinchi ko'paytiruv va ikkinchi ko'paytiruvda umumiy ko'paytiruvchi 10 ni minus 4 bor. Shuni tashqariga chiqarib olsak, to'g'rimi? Ichkarida nima qoladi? 32.144 plus 2.123. Bu endi oddiy o'zingizni 10 ni kasr. Sonlar bularga bemalol qo'shib berish muammo emas. Qo'shamiz, tamatay qo'shsangiz, tamatay qo'shsa necha bo'ladi? 10 ni minus 4-inchisi ko'paytiruv 34 butun ko'paytiruv 34.167. Butun 167. Endi 10 da minus 4-ni holati oldi yozib qo'ying, holati orqasiga yozib qo'ying, zarari yo'q. Lekin javoblarda mashqi yo'q bo'lishi ham mumkin. To'g'ri, lekin yo'q bo'lishi ham mumkin. Buni unda virgulni aqabaqa surib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Shu chiqqan javob yo'q bo'lsa, yo'q ekan demang. Savoqlar toping virgulni aqabaqa surib. Virgulni bir xona chapga surib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men chapga so'yaylik bir xona 3 butun 1000dan 467. Chapga bir xona surilsa, bir-birli ortish kerak, kamayish kerak. Kamayish kerak, ortish kerak. Qaysi biri? Men hozir aytdim, chapga sursa, 10 ga sursa dedim. Chapga sursa. Chapga sursa, qatta sur, metta surdi-ya. Chapga surdi mana. Nima bo'ldi? Met dedi virgul. Met chop keldi chapga surib. Necha bo'ldi keyin? 2 bo'lib qoldi. Qana 2 bo'lib qoldi? 6 ni qo'shib chiqildik. Demak, 6 ni qo'shish uchun 6 birli orttiribmiz. Demak, chapga sursa orttirilar ekan. Uyga borib shunaqa fikrlash edi, misolga qarab turib. Nima bo'ldi mana bu? Hozir mekka kelibdi virgulni, demak chapga kelibdi surilib. Shuning uchun minus 4 2 bo'lib qolibdi. 2 bo'lish uchun 6 ni qo'shilgan. Demak, 6 birli orttirilgan ekan deyish kerak. Demak, chapga sursa ortish kerak ekan. 10 ga sursa mana mekka dedi virgul, mekka olib kelinibdi virgul, to'g'rimi? O'shaning tashlab olgan nollar hammasi. Virgul ham yo'q, mekka olib kelingan. Keyin minus 4 da minus 8 bo'lib qolgan. Qanaqasiga? 4 da ayirib yuborilgan ekanda bundan. 4 da ayirish degan 4 ga kamaytirish degani deysiz. Demak, 10 ga sursa kamaytirish kerak ekan. O'shaning uchun 4 da ayirib yuborilibdi deysiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Demak, chapga sursak bir xona ortish kerak endi bunda. Mana shu sizlarga xulosa yozilgan misollar. Chapga sursa ortish kerak. Bir-birli ortganligidan necha bo'ladi? 10 da minus 3-inchisi bo'ladi. Bir-birli chapga surganligimizda birga orttirishimiz kerak. Birga orttirish uchun birda nima qilish kerak? Qo'shib olish kerak. Minus 4 plus 1 necha bo'ladi? Minus 3 bo'ladi. Shu javob bo'lishi ham yoki virgul mekka olib kelgan bo'lishi ham mumkin. Bu xolaganini qiladi javoblarda. Demak, 3 butun emas endi. 346.7. Virgul metta edi, mekka olib kelgan bo'lishi ham mumkin javobda. Demak, bir xona, 2 xona 10 ga surgan endi virgulda. 2 xona 10 ga surgandan keyin 2 ni nima qilamiz? 2 ni ayirib yuboramiz. 10 ga sursa kamaytirish kerak. 2 birli surganligimizdan 10 ga 2 ni ayirib yuboramiz. Necha bo'ladi? 10 ni minus 5-inchisi bo'ladi. Har xil javob. Siz endi topib olasiz javob. Chapga 10 ga surib. Faqat chapga sursa nima bo'ladi? 10 ga nima bo'ladi? Ikkovsini bir paytda zo'r bilishingiz kerak. Ana shu, yozib qo'yinglar.